Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, sakinat manzilatini o'qiyotgan edik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi. Ya'ni Alloh o'zini payg'ambari va mu'minlarga xotirjamlik nozil qildi. Alloh tomonidan beriladigan mavhiba, mavohib deyiladi sakinat. Sakinat makosib emas, mavohib. Makosib banda o'zini sa'y harakati, mehnati bilan qo'lga kiritadigan narsa bo'lsa, mavohib Alloh tomonidan beriladigan hadiya. Bizning tilda aytganda makosib bu oylik maoshingiz bo'lsa, mavohib bu premiya dedik. Bandani Alloh taolo siylashni, unga fazl ko'rsatishni xohlasa, shu bandasiga Alloh taolo sakinatdan toqib qo'yadi. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga, shaxsiyatiga xos bo'lgan narsalar bor. Agar mu'min o'zini iymonida, ixlosida, Allohga bo'lgan iqbolida, taqvosida ijtihodli bo'lsa, mana shu ijtihodiga yarasha Rasulullohning o'ziga xos bo'lgan narsalarning ayrimlaridan bir ulushga ega bo'ladi. Payg'ambarlarga mo'jiza beriladi. Ammo payg'ambar bo'lmagan mu'minlarga, payg'ambar bo'lmagan oddiy mu'minlarga taqvosiga qarab Alloh taolo tomonidan karomat beriladi. Karomatlar haq. Shuning uchun siz bilan bizga mana shu sakinatni tushishligi Allohga bo'layotgan iqbolimizga bog'liq bo'ladi. Agar banda Allohning amrida mustaqim bo'lsa, muxlis bo'lsa, iqbol qilsa, ana shu oyatdan bu mu'minlarga ham nima bor? Albatta o'lish nasiba bo'ladi. Sakinat. Sakinat nima? Alloh taoloni bandani qalbiga tushirib qo'ygan osoyishtalik, xotirjamlik. Fa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Mana yana bir oyatda xuddi shu ma'no. Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga o'zi sakinat, orom tushirdi. Va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu sakinat odatda qachon mu'minlarning ustiga tushadi? Har kuni bo'laveradimi? Bu biz o'qigan oyatlarni birlashtiradigan narsa shuki, mu'minlarning ustiga mehnat, mashaqqat, qiyinchilik yog'ilib turgan vaqtda Alloh tomonidan beriladigan narsa. Ya'ni hamma iztirobga tushib, gangib, nima qilishini bilmasdan, yuragi hovliqib, bosar-tusarini bilmay qolgan paytda Alloh azza va jalla taqvosiga yarasha sakinatni beradi. Boshqalar qiylanib turganda mu'min xotirjam bo'ladi. Rohatli, yengil kunlarida Allohni tanigan mu'minlarga qiyinchilik kunlarida shu sakinat tushadi. Hadisda aytilganidek, yengil kunlaringda Allohni tanigin, mashaqqatli kunlarda Alloh seni taniydi. Shuning uchun mana yengil, xotirjam, osoyishta kunda o'tiribmizmi? Mana shu kunda ko'proq Allohni zikr qilaylik. Namozlarga mahkam bo'laylik. Taqvoga intilaylik. Allohni taniylik xullas. Odamlar bor, boshiga musibat kelganda Alloh deydi. Inobat. Mana shu Allohga inobat qilish, Allohga qaytish, iltijo qilish, inobat qilish ikki xil bo'ladi. Uluhiyat inobati va rububiyat inobati. Rububiyat inobati qanaqa bo'ladi desa, samolyotga chiqdi. Musulmoni kofiri, taqvodori fojiri, erkagi ayoli, boy kambag'ali. Musulmonlar ham o'tiradida subhanallazi sahhara lana hada deydi. O'tiriblar Allohning ne'mati ekanligini eslaydi. Parvardigor esalomon ko'tarilib, esalomon qo'yib olaylik deydi. Ha boya kofir nima deydi? Ichadi kerak bo'lsa. Allohni eslamaydi. Endi mana shu samolyot turbulentnisga kiradi. Mali magnitni buryadi nima deydi? O'sha kirib, bana qilib chayqalib, samolyot qulashda xavf bo'lib qolgan paytda subhanalloh, hamma Alloh deydi. Boyagi mo'mini Allohning o'ti chiqiblar.
Haligi ateistlik esidan chiqib qoladi. Ey Xudo o'zing saqlagin deydi. Ya'ni bu uni tabiatida bor. Musibat bo'lganda, ustiga qiyinchilik kelgan paytda albatta Alloh deydi. Bu rububiyat inobati deyiladi. Endi ulug'iyat inobati qanaqa desa, doim Allohga qaytadi bu odam. Boyib ketganda ham, kambag'al bo'lganda ham, sog' bo'lganda ham, kasal bo'lganda ham. Demak, yengil kunlarida Allohni eslagan bandalariga Alloh qiyinchilik kunlar keladigan bo'lsa, sakinatni ato qiladi. Xotirjam bo'lasiz, xotirjam bo'lasiz. Sakinatni ta'riflarini aytdik. Qalbda xotirjamlik bor, a'zolarda sokinlik bor, viqor bor. Qalbi xotirjam, a'zolarida sakinat va viqor bor. Aytilingan muhim narsalardan birodarlar, agar Alloh taolo sizni, meni qalbimga mana shu sakinatni o'rnashtirib kiritib qo'yadigan bo'lsa, xotirjam bo'lib qolamiz. Aytdik, yurish-turishimiz, bosar-tusarimiz o'rnida, viqor bor, tilimizda hikmat, fasohat bor, tilimiz haqni gapiradigan bo'lib qoladi. Sakinatni birinchi qismini muhosabatun nafs dedik. Ya'ni nafs, inson o'zini nafsini nima qilib turishligi, hisob-kitob qilib turishligi. Ikkinchisi mulotofatul xalq dedik. Ya'ni xaloyiq bilan lutf ila, muloyimlik bilan muomala qilishlik dedik. Ana shu joydan davom etkazamiz. Demak, birinchisi muhosabatun nafs, inson o'zini hisob-kitob qilib turish kerak. Agar dunyoda o'zini og'ir hisob-kitob qilib, doim tergab tursa, qiyomatdagi hisob-kitobi yengil bo'ladi. Agar inson dunyoda o'zini umuman hisob-kitob qilmasa, yengil tashab qo'ysa, qiyomatda hisob-kitobi og'ir bo'ladi. Mulotofatul xalq, mahluqotlar bilan lutfila, yumshoqlik bilan muomala qilishlik. Mana ota sifatida biz uyda farzandlarimizga qilayotgan muomalamizni aytib o'tdik. Ota bo'lganimiz uchun bizni albatta yaxshi ko'rishga majbur emas farzandlar. Boqib qo'yganimiz uchun, katta qilib qo'yganimiz uchun. Biz komil inson bo'lishimiz kerak, ularning muhabbatini qozonish uchun. Aytdik, mansabdorlar, podshohlar, quvvat egalari o'zlarining quvvati bilan, mansabi bilan, kuchi bilan odamlarning bo'yinlariga ega bo'lgan. Lekin qalblariga emas. Ularni borligida hurmat qilishgan, qulluq qilib turishgan, aytganini qilgan, lekin qalbida muhabbat bo'lmagan odamlar ularga nisbatan. Ammo payg'ambarlar esa zaif bo'lishiga qaramay, kambag'al bo'lishiga qaramay, nochor bo'lishiga qaramay, odamlarning qalblarini kasb qilishgan. Hech qanday qo'rquvsiz, bosimsiz. Odamlar payg'ambarlarni yaxshi ko'rishgan, payg'ambarga itoat qilishgan. Ulardan qo'rqqanligi uchun emas. Ulardan bir narsani ta'ma qilganligi uchun emas. Payg'ambarlarning komil inson bo'lganligi uchun ergashgan, ularga muhabbatli bo'lishgan. Alloh taoloning hikmati mana shunday bo'lishini taqozo qildi. Qalblarni kasb qilishlikdagi eng ishonchli yo'l odamlarga lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qilishlik. Mana shu lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qilishlik ham sakinatni belgilaridan. Ya'ni qalbida osoyishtalik bor. A'zolarida viqor bor, sakinat bor va so'zida hikmat bor. Astagfirullah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a. Yaxshilik bilan yomonlik hech qachon barobar bo'lmaydi dedi Alloh taolo. Idfa billati hiya ahsan. Siz har qanday yomonligini ey Muhammad alayhisalom eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Fa idallati baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya'ni sizga yomonlik qilinsa, chiroyli muomala bilan javob qaytaring. Shunday qilsangiz nima bo'ladi? Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bor bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Qiyin endi bu payg'ambarlarning xulqida. Payg'ambarlarning xulqi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Toif ahli toshbo'ron qilib, xorlab haydab tursa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Parvardigor, qavmimni hidoyat qilgin, zero ular nima qilishayotganini bilishmayapti. Payg'ambarimiz sakinat egasi. U zot oyatda aytilganidek, sizga qilingan yomon muomalaga eng chiroyli bir so'zlar bilan javob bering, shunda ulfatli paydo bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Muloyimlik bilan gapirasan,
do'stingga, begonaga, dushmanga. Qarang, sakinat bo'lsa qalbimizda, muloyim bo'lamiz ekan. Sakinat qalbimizda bor bo'lsa, muloyim bo'lamiz ekan. Endi muloyim bo'lsak, bizga nima bor? Agar do'stimizga muloyim bo'lsak, uni ulfatligi davomiy bo'ladi. Agar begonaga muloyimlik qilsangiz, uni qalbini kasb qilasiz, o'zingizga do'st qilasiz. Agar dushmanga muloyimlik qilsangiz, uni g'azabi pasayadi. Demak, qalbida sakinati bor odamgina odamlar bilan muloyimlik ila muomala qila oladi. Demak, sakinatning birinchisi muhosabatul nafs, mulotafatul xalq, muroqabatul haqq. Sakinatning yana bitta alomati Alloh taolo meni kuzatib turibdi deb bilishlik. Muhosabatun nafs, nafsingizni hisob kitob qilishligingiz. Siz borsiz, odamlar bor, Alloh bor. Siz borsiz, odamlar bor, Alloh bor. O'zingiz bilan muhosabatun nafs. O'zingiz bilan qilgan muomalada nafsingizni hisob kitob qilib turasiz. Odamlar bilan bo'lgan muomalada mulotafatul xalq. Odamlar bilan yumshoq muomala qilasiz. Uchinchisi, Alloh bilan bo'ladigan munosabatda muroqabatul haqq. Alloh meni ko'rib turibdi deysiz. Siz, odamlar, Alloh. Shuning uchun ihson nima deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida anta abudalloha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turganda ibodat qilishing ihson. Endi garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turibdi. Yana qaytaraman. Siz, odamlar va Alloh. O'zingiz bilan bo'lgan muomalangiz, o'zingizning nafsingizni hisob kitob turish bo'ladi, muhosabatu nafs. Odamlar bilan bo'lgan muomalangizda mulotafatul xalq, haloyiq bilan muloyimlik bilan muomala qilasiz. Alloh bilan bo'lgan muomalada Alloh meni ko'rib turibdi deysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hayo nima yo Rasululloh deb so'rashdi. Rasululloh aytdilar: "An tahfaza ra'sa va ma wa'a, wal batna va ma hawa, va an tadhkura al-mauta wal bila." Boshni va undagi narsalarni, qorinni va uning xohishlarini saqlash, o'limni va qabrda suyaklarni chirib ketishini eslashlik. Mana shu muhim narsa. Hammamiz o'lamiz, hammamiz qabrga kiramiz, hammamiz chirib ketamiz. Ungacha o'lmaydigandaqa odamlar gapiradi, xatti-harakat qiladi. Gunoh bo'lgan ko'zingni istaklari bor, mumkin bo'lmagan quloqni xohishlari bor, tilni xohishlarini tiyishlik. Harom luqma, harom narsadan taqvo qilishlik. O'lim va chirib ketishni eslashlik. Mana shu hayo bo'ladi. Darsimiz avvalida aytdik, sakinat bu iymonning samarasi. Iymoni yo'q odamda sakinat bo'lmaydi. Iymoni yo'q odamda sakinat bo'lmaydi. Chunki sakinat faqat mo'minlarga beriladigan Allohning in'omi. Aytdik, sakinat makosib emas, u mavohib. Banda sa'y harakati bilan uni kasb qila olmaydi, balki Alloh taolodan unga ato qilinadi. Sakinat Allohning atosi, sakinat iymonning mevasi. Haqiqat shuki, agar sen qalbida sakinati bor mo'min bilan muomala qiladigan bo'lsang, shunaqa odamga uchragan bo'lsang hayotingda, qalbing moyil bo'lib qoladi unga. Bir marta suhbat qilib o'tirding, yana bir marta o'tirishni xohlab qolasan. Iymoni quvvatli bo'lgan, amali solih bo'lgan mo'min bilan birga bo'lsak, bizi qalblarimiz ularga nisbatan bizi qalbimizda uns paydo bo'ladi. Qaytaramiz. Iymoni quvvatli bo'lgan, amali solih bo'lgan mo'min bilan birga bo'lar ekan, odamlarning qalblarida unga nisbatan bir uns paydo bo'ladi. Yaqinlik, iliqlik. Demak, qalbida sakinati bor mo'min bilan odamlar muloqot qiladigan bo'lsa, ularning qalbida mana shu uns paydo bo'ladi. Shuning uchun yana bir marta o'tirishni xohlaysiz. Bunaqa odam bilan birga o'tirganda, qolgan odamlarda qalblarida sakinat paydo bo'ladi. O'zlarining